Assalomu alaykum, quda. Assalomu alaykum. Duvormoqchi edim, jetkim kelmayapti. Mayli, va alaykum assalom. Qoraytirib olibsiz-da mashinani. Assalomu alaykum xudo xola. Xo'jayi, yaxshi borib keling. Nima deyapsiz? Bu meni qizim. Zebo? Qanaqa Zebo? Munisa-ku. Munisa edi aytgancha, kelin adesda. Men qarang, ana xusori ikkita qo'yim bor. Hech semirtira olmasdan o'lyapman. Nima berib? 3 oyda shunaqa semirib ketdimi? Kasallik qoldim. Yo'q, ko'l qildingizmi? Menga qarang, kuyov qani u arazlab ketib yoribdi-ku. To'xtang. Bu kuyov emas. Bu boshqa bitgan g'urbat. Arazlab ketib yoribdi uydan. Bunaqa sharbi, anaqa qiz bilan araz debdi odam. Keling, yumalab kelib qolarsizlar. Tavba qildim. Yo'q. Yuringlar. Ichkariga. Qudalar. Kelin, sig'dingizmi eshikdan? Hozir mana Oyjamolni chaqiramiz. O'g'lim, past nima? Cho'tosh pastga. Labbay dadajon. Mana kelishdi. Sizni otachoningiz va haligi operativ nima deydi? Xotiningiz. Dadajon, men bormayman bularnikiga qaytib. Nega kelishdi? Ko'rgani ko'zim yo'q bularni. Ket. Semiz. Kudati, ну sinop. Yuring gaplashib olaylik. O'tiringlar. Kelin, sekinroq o'tiring. Bu stulni sizni uyingizdan ham qimmatroq turadi. Kelin, ishtovali qimmat ishtovali. Sekinroq o'tiring dedim sizga. Menga qara, o'g'lim. Yo'qman. Menga qara. Dada, men bormayman. Nega? Men bularning uyiga bormayman. Nima uchun? Anu dadam menga gelik bermadi, velik ham olib bermadi. Endi unaqa bo'lmaydi. Xudo. Xatib samakat olib bering, samakat. Olib beraman, kuyov, olib beraman. O'g'lim, unaqa qilasan, unaqa qilma. Sen past ketma, hech qachon. Agar birov bir narsa olib bermasa, olib bermadi bizga deb minnat qilma bo'la. Tushundingmi? Ha. Quda, bu sizlarda ham kibeli idishlar bormi? Kibelli idishlardan faqat bizda bor yurumimiz. Albatta bizda ham bor. O'zi aslida Kibillaxon o'zi bizani xolamning qizi bo'ladi. Ammam bo'ladi. Ha, biz bilan katta bo'lgan. Xullas o'zicha yaqqa borib kibelli bo'lganda. Bu idishlarni sizga kim bergan? Mana bunisini. Mana xotinimni dadasi. Ya'ni qaynatam sovg'a qilgan. Bunisini qaynaqalarim. Ikkita qaynaqam bor. Qolgani jiyanlar, anaqa. Ana mana kichkina kelin padarga qilgan. Ko'rdingizmi? Ana xullas, men nima demoqchiman? Kibelli yopishib qoladi. Men dadam ham ichkiyov. Nima qildi? Men bundan uyalmayman, men bundan faxrlanaman. Chunki seni bobang kim bo'lgan? Ichkiyov. Bobangmi bas? Ichkiyov. Shuning uchun bizni bobolarimiz aytishganki, uy qurma, faqat xotinnikida yasha deyishgan. Shundaymi? Xotinnikida yegin deyishgan. Kiyimiga javob bersin degan. Erkak kishi nima uchun tug'ilgan? Yashash uchun. Men faxrlanaman oilamda. To'ppa-to'g'ri. O'shaning uchun ta'kidlamay qarang, boshqa o'rtmang. Men xudo. Agar yashayman desanglar yashayman. Agar yo'q desanglarchi, ana darvozani pulti bor, ochib qo'yaman, sekin chiqib ketaveringlar. Kuyov, ming bor uzr. Bizda o'tdik. Kechiring. Agar kuyov uyga qaytsangiz, bilasizmi? O'rikzordagi 28 ta do'konimni, 2 ta avtosalonimni, xullas hamma biznesimni kuyovimning nomiga o'tkazaman. Dadajon, jarovotini. Lipoy odam dada bo'lib ketaveradimi? Uzr dada. Ko'chadagi lipoy odam, astronomkadagi lipoy odam dada bo'lib ketaveradimi? Yo'q. Men kimman? Bolam, men ko'rlamak. Yemek yedirdim, ichmay ichirdim. Kiymay yedirdim-ku. Chekmay chekirdingiz. Bolam, dada deydi. Sana dada emas, o'chara hojinglar. Shundaymi? Bugundan e'tiboran bu inson senga emas. Menga dada bo'ladi. To'g'rimi dadajon? Yana qiz nimadir beraman dedingiz-ku dada. Esni tushunmasdan qoldim, nima? Заработан потом и кровью. Деньги, I love you.